Endi xo'jayinim aniq ko'chadan morojniy olib bermaydilar. Chunki uyda o'zim morojniy tayyorlaganimdan keyin mazasi ularga juda ham yoqib qoldi. Домашний morojniy keyin ko'chanikidan ham zo'r chiqdi dedilar. Men ham xursandligimdan sizlarga ham retsept oldim. 3 bananni cho'perda maydalab, ustidan 3 osh qoshiq qaymoq, 2 osh qoshiq zgushonka. Agar siz juda ham shirinni yaxshi ko'rsangiz, yana ko'proq solsangiz ham bo'ladi. Endi cho'perda hammasini aralashtirib, xohlagan qolipimizga quyib olamiz. Qolipingiz bo'lmasa, одноразовый stakanlidan ham foydalansangiz bo'ladi. Morojniyimizga cho'plardan tiqib, uni 8-9 soatga morozilkaga yuboramiz. Bu orada sizlarga o'zim birinchi marta sinab ko'rayotgan, lekin natijasi meni juda ham quvontirgan Beyond sredstvalardan ko'rsatib bermoqchiman. Bittasi shu sochga to'lib ketgan, tog'orat qiladigan joyimizni tozalab bergan bo'lsa, ikkinchi sredstvasi har hafta nakibga to'lib ketadigan tefalimi bitta qaynatishi o'zida top-toza qilib yaltiratib berdi. Ularda shu antizasorlarni oladigan, nakiblarni tozalaydigan oqartiruvchi sredstvalari bor. Profillarini atmetka qilib qo'yaman. Bemalol siz ham topishingiz mumkin. Endi muzlagan morojniyimizga qaytsak, shokoladda ozgina o'simlik yog'i bilan mikrovolnovkada eritib olib, morojniylarimizni botirib olamiz va yana 10-15 daqiqaga morozilkaga yuborib, bemalol mazza qilib yeb olamiz. Butun yoz sizga kerak bo'ladigan retseptni siz ham saqlanib qolib oling.